Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana O'zbek MMA kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda UFC va MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun like bosib qo'yishni unutmang. Biz esa bugungi dasturimizni boshladik. UFC sobiq chempioni Israel Adesanyaning fikricha, agar Conor McGregor yana oktagonga qaytishga qaror qilsa, uning navbatdagi raqibi Michael Chandler bo'lishi kerak. Israel Adesanyaning gaplari: Max Hollowe'ga qarshi 5 yillik tanaffusdan keyin qaytish bu yuqori darajadagi jang. U eng kuchli raqiblardan biriga qarshi chiqdi. Qaytish uchun bu juda og'ir jang edi. Menimcha, agar Conor yana jang qilmoqchi bo'lsa, Chandler unga eng ma'noli va mantiqiy raqib bo'ladi deb aytib o'tgan Israel Adesanya. Qadrli do'stlar, aynan siz nima deb o'ylaysiz? Conor McGregor haqiqatan ham oktagonga qaytadigan bo'lsa, unga eng munosib raqib kim deb bilasiz? Albatta shaxsiy fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. Bu paytda bo'lsa UFC sobiq chempioni Habib Nurmagomedov amaldagi yarim o'rta vazn chempioni Islam Maxachevning irlandiyalik Ian Garriga qarshi bo'lajak jang haqida fikr bildirdi. Eslatib o'tamiz, mazkur jang UFC 330 turniri doirasida Amerika Qo'shma Shtatlarining Filadelfiya shahrida bo'lib o'tadi. Uslub jihatdan Garri juda noqulay raqib. Ko'p harakat qiladi, masofadan zarba beradi. Bizda bunday bo'yli raqib bo'lmagan. 191 sm, qo'llari ham oyoqlari ham uzun. Uning ortidan qo'yish, yaqinlashish va parterga o'tkazishga to'g'ri keladi. Juda og'ir jang bo'ladi. Bundan tashqari Islam ham tez orada 35 yoshga to'ladi. Ham uslub, ham yosh omillarini hisobga olsak, bu oson jang bo'lmaydi deb o'ylayman. Men har doim shogirdlarimni og'ir jangga tayyorlayman. Ularga qarshi raqiblar boshqacha ruhda chiqishini bilaman. Agar ular chempionlarga qarshi o'zlarini ko'rsata olsa, avtomatik ravishda yulduzga aylanadi. Bosim ham juda katta bo'ladi. Agar raqibni erta finish qila olmasangiz va 5 raund davomida u bilan jang qilishga to'g'ri kelsa, bu oson emas. Tayyorgarlik ham qiyin bo'ladi, chunki aynan shunday raqibni topish kerak. Bu vaznda bunday sportchilar ko'p emas. Agar shunday raqib topilsa, uni kattaroq vazn toifasidan izlashga to'g'ri keladi, dedi Habib Nurmagomedov. Qadrli do'stlar, aynan siz nima deb o'ylaysiz? Yaqinlashib kelayotgan Islam Maxachev va Ian Garri o'rtasidagi jangda aynan siz kimni favorit deb bilasiz? Albatta shaxsiy fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. Qadrli do'stlar, xabaringiz bo'lsa kerak, o'zbekistonlik UFC jangchisi Nursulton Ro'ziboyevning navbatdagi jangi tafsilotlari ma'lum bo'ldi. Hamyurtimiz 5-sentyabr kuni Fransiya poytaxti Parij mezbonlik qiladigan UFC Fight Night turnirida ishtirok etadi. 32 yashar Nursultonga UFC Parij turnirida angliyalik tajribali Michael Page raqib bo'ladi. Jang o'rta vazn toifasida tashkil etiladi. Qizig'i, Nursulton o'rta vazn toifasidagi UFC reytingida 15-o'rinda, Page esa yarim o'rta vaznning kuchli 15taligida 12-o'rinda qayd etilgan. Hozircha turnirning markaziy bahsi e'lon qilinmagan. Nursulton Ro'ziboyev faoliyati davomida hozirga qadar 48 ta jang o'tkazib, 37 ta g'alaba, 9 ta mag'lubiyat va 2 ta durang qayd etgan. U 27-iyun kuni Baku, Ozarbayjon mezbonlik qiladigan UFC Fight Night turnirida rossiyalik Andrey Pulyayevni birinchi raundda submission orqali taslim etib, g'alabali seriyasini 3 taga yetkazib qo'ygandi. Bundan tashqari, 39 yoshli Michael Page hisobida esa 25 ta g'alaba hamda 3 ta dona mag'lubiyat bor. U ham oxiri 3 ta jangini muvaffaqiyatli nihoyasiga yetkazgan. Shara Bulet, Jared Canorin va Sam Peterson uning so'nggi o'ljalari edi. Qadrli do'stlar, albatta ko'rinib turibdiki, Michael Page ham Nursulton uchun juda ham katta muammo bo'lishi mumkin. Aynan mana shu jangchilarning fikrlarini ham hozir sizlarga e'tiboringizga havola qilaman. Michael Page Nursulton bilan jangi aniq bo'lgandan keyin u haqida shunday fikr bildirdi: Men bu yigitning janglarini umuman ko'rmaganman. Albatta uni Joaquin Buckleyga qarshi jangini ko'rgandim oxirgi marta. Ushbu jangda Joaquin Buckley uni yaxshilab ta'zirini berib qo'ygandi. Endi esa bu ishni yana takrorlash kerakga o'xshaydi. Men jangga tayyorman. 100% tayyorman. Albatta bu jangni tezroq o'tkazaylik. Men bu yigitni ta'zirini berib qo'yaman deb fikr bildirgan Michael Page. Nursulton esa shunchaki O'zbekiston xalqidan duo qilib turishlarini va unga albatta omad tilab qo'yishlarini so'ragan do'stlar. Albatta hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyevni ushbu jang oldidan qo'llab-quvvatlagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston, olg'a Nursulton Ro'ziboyev" deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. O'zbek MMA kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.